Tanga ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga yuqori kursda pul yuboring. Tanga ishonchli va xavfsiz ilova. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men srochniy murojaat bilan chiqyapman. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda Zubayrjonning jasadi topildi degan video tarqalyapti. Shu videoga munosabat bildirmoqchiman. Rossiyaning barcha hududlarida yurgan musofirlar diqqatiga muhim xabar. Malakali 15 yil ish stajiga ega yurist xizmatlarini taklif qilamiz. Reyestrga tushganlarni reyestrdan ochish, deport ochish, zapret ochish, трудовой договор, уведомление va barcha yuridik xizmatlar bo'lsa darhol ekrandagi raqamlarga WhatsApp, Max ilova yoki imo orqali darhol aloqaga chiqing. Xizmatlar litsenziyalangan. Zubayrjon hali topilgani yo'q. Unaqa yolg'on ma'lumotlarga ishonmanglar. Sizlardan iltimos qilib so'raymiz. Zubayrjonning otasi shunchalik xafa bo'lyaptiki, ba'zi bir inson deyishga ham arzimaydigan odamlar mana shunaqangi yolg'on video qilib internetga tarqatishyapti. Hozir otasi menga telefon qilyapti. Aka, bunday bo'lgani yo'q-ku, hali bolam topilgani yo'q-ku deb Qumqo'rg'on suv omboridan 104 kun bo'ldi, jasadi topildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb videolarini qo'yib Instagramga tarqatyapti do'stlar. Bu umuman yolg'on xabar, unga ishonmanglar. Mana shu videomizni maksimal repost qilinglar. Hali Zubayrjon topilgani yo'q. Sizlarga ham Xudo bor, ana shu videoni chiqarayotgan insonlar. Sizlarga ham Xudo bor, hali Xudo ko'rsatadi. Otasini qarg'ishiga qolmanglar. Sizlardan iltimos. Bu ota bechora 104 kundan beri o'zi ezilib ketdi, mana 105-kun bo'lyapti. Sizlar unday video qilib bu otasini battar ezib tashlamanglar, iltimos. Xudo xolasa Zubayrjon sog'-omon topiladi. Faqat duoda bo'linglar bo'ldi. Unda yolg'on video kerak emas. Sal Xudodan qo'rqinglar. Hammalaringga Xudo bor. Xudo hali ko'rsatib qo'yadi sizlarga ham. Ana shu yolg'on xabar tarqatayotgan odamlar. Ular do'stlar, ko'rib turibsiz, atrofni ko'rsating kamerachi. Sangardakdan keladigan suv mana shu atrofda oqaydi. Mana shundan oqib, nariga chiqib ketadi. Ko'rgan bo'lsangiz, narda 5-6 ta odam yuribdi. Ichki ishlar xodimlari, ko'prikdan yaqin. O'sha ko'prikgacha bo'ladi. Biz hozir o'sha ko'ringan odamgacha bordik va biz sizga yuqoridan bu yerdagi holatni ko'rsatyapmiz. Bu yerda qozish ishlari juda ko'p olib borilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Sababi bu atrofda esa bulzurlar toshlarni kovlab, o'sha aholiga ham kimgadir o'sha kimasi yetkazib berilyapti. Tosh qozish ishlari ham bu yerda jag'arib ketar ekan. Bu tomonni ko'rib turibdi, jingildan bu tomonda suv yo'q. Bu tomonlardan ko'rdi, agar mabodo agar shu yerda endi Xudo biladi, o'sha agar shunaqa Zubayr bo'lsa, bironta hayvon tortib ketishi mumkin. Bu tomondan ko'rdi boyagi kishilar. Xullas, biz nima demoqchimiz, hurmatli obunachilar? Bir so'z bilan sizlarga imkon qadar hamma to'liq ma'lumotlar berdim. Bu videoni o'sha joylayman, qachondir ko'rasiz. Sizlar, lekin avgustda 6-si bo'ladi. Abitgacha bo'lgan holat bo'yicha hamma narsani ko'rsam, bizlar bilasiz, iyul 3dan beri mana shu yerdamiz. Mana shu 1 oy 2 kun bo'libdi. Qo'limizdan kelganini, imkoni yetgancha hamma narsani yoritishga harakat qildim. Bu yerga mana Sardorni, o'sha Zubayrni tog'asi, dadasi va amakisi shu yerda bizlar bilan yuribdi. O'zimizni mashinada olib kelganmiz. Imkonimiz yetgancha hamma joyda sizlarga ko'rsatishga harakat qildik. Yana ko'rishingiz mumkin, bu tomonga qarang, o'sha suv yo'q. Mana shu yerda bora videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, mana shu atroflarni izlab ko'rsatib sizlarga keldik. Xullas, mana shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Tepadan ham men sizlarga ko'rsatayin dedim. Nimadir gaplaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizni bundan keyin ham kuzatishda davom eting. Bundan keyingi videoroliklarni qo'yamiz. Qanaqadir yangilikmi, uy sotishmi yoki bironta tomorqa sotishmi, qanaqadir reklamalar bo'lsa, bizni kuzatib borsalaringiz, hurmatli angorlik, hurmatli surxondaryoliklar. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarni kuzatib, like bosib yuring. Rahmat hammaga. Hamma şey kimlar bor? O'zini ko'rsata olmayman, mumkin emas. Kameralarda hujjat qildi. Suvni tagidagi kameralar. Suv tekshiriladi o'zi kamera bilan. O'sha orqasidan ko'rinmaydi. Suv xodimlar hammasi shu yerda. Kamera hujjat qilib. Yo'q, yana boshqasi. Kamera bilan
Kamerada yo'q. Benzin qarang, to'lmadi bu. Ikkinchi lotga ham ketdi. Onli birinchi suvni rentgen qilib chiqadi kamera bilan. Keyin podozrительный joylar bo'lsa, chega biror narsa shaklini ko'rsatadi deyapti. 50 metr chuqurlik bo'lsa, 50 metr aylanasigacha ko'rsatar ekan. Chuqurligi necha metr bo'ladigan bo'lsa, ana shu chuqurligi bo'yicha aylanani ham shuncha masofaga olar ekan kamerasi. Uni rentgenda baliq bo'lsa, baliq shaklini ko'rsatadi, biror narsa bo'lsa, narsalar shaklini ko'rsatadi. 3-lotga ketyapti. Uchastkavoy namasi ketyapti. Ular ko'rsatib boradi. Boyagi xodimlar rentgen qiladi. Uchinchisi bitta turgan o'sha diagnostikani boshladi. Bittasi suv quyilish joylariga ketdi. Turgan bitta diagnostikani boshlashdi. Sizlar uchun boryaptimi? Sangardakdan Qurg'on suv omborigacha 120-130 kilometr ekan. Termizdan Sangardakgacha 180-190 kilometr bo'lsa, 60 kilometr suv omborigacha minus qilib 120-130 kilometr bo'ladi. Suvni hozir nima qilyapti? Kamera bilan qayerishib qali bo'lsa, bunda pakalashga bilan rashtaylab atmetga qo'yib ketyapti. Shu shubhali ko'ringan joylarda MCS'ni o'zi hozir g'avvos bilan kislorod bilan tushib ko'rilishadi. Syomka qiladigan joyga qarab boryapmiz. Ular mana shu tepalikka suv quyiladigan joyga ketgan ekan. Mana ost taraf ham o'rtada aka. Ziyorat joyi ost taraf ham. Suv o'rtasida. Bu yoqqa ziyorat joyi bor. Ost taraf. Ular mana shu yoqqa boshiga ketgan suv quyiladigan joy. Sangardaydan kelib, shaqda suv tushadi, shaqlarga ketgan. Endi ponni ko'rib chiqishadi imkon qadar. Qayerga nima qancha narsa bo'lsa, Assalomu alaykum. podozrительный ko'ringan joylarni belgilab qilib ketadi-da, o'zimizdan g'avvoslar kelyapti. G'avvoslar tushadi agar shu joyda.